Mashinangizni skorsa tushish qiyin bo'lib turgan bo'lsa, mashinangiz skorsa tushgan taqdirda ham tortmin turgan bo'lsa, gaz bergan vaqtingizda to'lqa оборот oladigan bo'lsa, sizga shu zapchastlar mashinangizga kerak bo'ladi. Ya'ni korzinka diska Vision-Noy. Bizda hozir korzinka diska Vision-Noy bo'yicha koreyskiy variantdan Seiko firma va Valeo firma bor. İkisi ham Koreyan mahsuloti. Valeo endi mashina o'zini родной keladigan GM ham Valeodan zapchasaladi. GM o'zini ko'rsangizlar ham Valeoda yozilgan bo'ladi. Evvelden kelayotgan narsa bu. Seiko endi toza kelib keldi bizlara O'zbekistonga. Evvelden zavod boshqa brendlarga ishlab beradi. Endi O'zbekiston uchun endi toza kelib kelgan narsa. İkisini ham ochiq xudo xolasa solishtirib beraman. Qaysi yaxshi, qaysisi novsi yomon. Vision-Noy bo'ladi. Вот. O'zini Seiko ya bo'lmasa Valeo deb o'yib yozilgan bo'ladi. Sifat bo'yicha pashnik aylanishi yengil, bergini Seikoning aylanishi og'irroq. Damirlarning kalınlığı bo'yicha vilkani ushlab turadigan yeri Seiko'niki yaxshi. Og'irlik bo'yicha ham Seiko'niki og'ir. Sipneriska korzinkasi bo'ladi. Made in Korea Valeo GM'da shu GM emblemasi bo'ladi. Boshqa farqi yo'q. GM'da yopishtirmaslik kerak. Sipneriskasi korzinkasi. Korzinkaning daraki Seiko'da boshqacharoq ishlangan. Valeoga qaraganda daraklar soni ko'p, unda kam. Lekin nima keladigan bo'lsak, nechundir Seiko'ni ko'p sotib turibmiz. Yumshoq chiqib turibdi Valeo qaraganda. Sababi har bir darak uchun ushlab turadigani bir daraka bir donadan. Valeoda 2 daraka bir donadan tushgan. Endi ustalar shu sababdan da turibdilar. Sababdan yaxshi ishlaydi Seiko'dan. Meni tavsiyam Seiko bo'ladi, sababi Valeoning podilkasi ko'payib ketgan. Birinchidan, ikkinchidan zavodskiy defekt chiqishi ko'p bo'lib turibdi Valeoda. Hamdasa Seiko'ga 6 oy garantiya berib turibmiz, как положено. Agarda brak chiqadigan bo'lsa, yo bo'lmasa 6 oyning ichida 6 oy xizmat etib bermaydigan bo'lsa, ustaning qo'laqisini ham ko'taramiz, toza zapchasam beramiz. Valeoning yashil korobkalari bo'ladi. Bu ham original. Bu Xitoy podilkasi emas. Bu masalan go'k korobkani firmani o'zi akkab o'tirgan bo'lsa, bergini прямой Koreyaning o'zidan yana bir odam akkab o'tiribdi. Bu koreyskiy narsa podilkasi emas lekin podilkasining ichida farqlar bo'ladi. Men hozir podilkasi yo'q, farqlab bering desam. Vision-Noyni geçiş sababidan birisi, yana birisi svetoforlarda signal bosib o'tiradigan kasalimiz bor. Mendan bosh kasal. Bu degani bu korzinkaga borib yopishib turadidan aylanib turaveradi. Aylanib turishida pashnik ketib qoladi. Tez ketishining sababi shu. Damas, Pico Matiz, Sonos, Donus, Lasettilar uchun hozir assortimentimiz bor. Korzinka diska Vision-Noy bo'yicha Valeodan ham, Seiko firmadan ham original avtozapchasida kutib qolamiz.